Bularning barchasi ularning o'yini, fidoyiligi va albatta ulkan iste'dodi evaziga bo'ldi. Bugun bu yerda bunday g'alabaga erishish oson emas edi. Shunday kuchli tarkib, keng zaxira va top murabbiyga ega raqibdan o'tish katta yutuq. Ishonchim komil, deyarli hech kim biz ikkala o'yinni ham yutamiz deb o'ylamagan. Shuning uchun jamoaga katta rahmat. Ular bu muvaffaqiyatni og'ir mehnati bilan to'liq munosib qo'lga kiritishdi. Futbolchilarning xizmatlari beqiyos, ammo siz har ikki o'yinda ham Guardiolani taktik jihatdan yengdingiz degan fikr bor. Bu g'alabaning siri nimada va bunga qo'shilasizmi? Yo'q, men o'zimni Josep Guardioladan ustun qo'ya olaman deb aytishga jur'at etmayman. Avval ham ta'kidlaganimdek, uning ortida eng yuqori darajada o'tkazilgan 1000 ga yaqin o'yin, son sanoqsiz sovrinlar va Yevropaning eng kuchli klublaridagi tajriba bor. Agar biz keyingi bosqichga chiqqan bo'lsak, bu faqat futbolchilar evaziga. De los jugadores que lo han hecho bien, han entendido lo que queríamos de ellos, evidentemente como entrenador. Ular hammasini to'g'ri bajarishdi. Murabbiy ko'rsatmalarini aniq ijro etishdi. Albatta, har bir murabbiy raqibni tahlil qiladi va uning zaif tomonlarini izlaydi. Ammo bir hafta oldin ham aytganimdek, agar o'yin rejasi ishlasa, hammasi ancha osonlashadi va mana shunday g'alabalar keladi. Umid qilamanki, bu muvaffaqiyat jamoamizni yanada birlashtiradi. Men chin dildan xursandman. Lekin o'zim uchun emas, yigitlar uchun. Ular bunday og'ir sharoitlarda qilayotgan mehnatlari uchun e'tirofga loyiq. Biz bir butun bo'lib qolmoqdamiz, haqiqiy oila kabi. Bu esa har doim Real Madridning chempionlik sirlaridan biri bo'lgan. Demak, siz turnirdan ham Mourinhoni, ham Guardiolani chiqarib yubordingiz. Ulardan biri sizning kasbingizda asosiy namuna, ikkinchisi esa zamonamizning eng yaxshi murabbiylaridan biri. Bu sizning murabbiylik darajangiz haqida nimani anglatadi? Bu faqat bitta narsani anglatadi. Menda juda zo'r futbolchilar bor.